Demak, kechirim so'ragunimgacha taqiq qilaverasanmi? Dunyoni narigi chetigacha taqib qilaman. Jonga tegding. Sani mavjudligingni o'zi asabimni buzadi. Yo'q. Voy, bu ko'rib turibman, bizani kutib o'tirmagansizlar. Yoshlar shunaqa sabrsiz bo'lishadi-de. Bobojon, Qani ikkala o'ynab ichkariga kiramiz. Ikkimizmi? Sakura Mori va meni nazarda tutyapsizmi? Sizlar turmush qurasizlar. Nima? Turmush qurish degani bu majozli ma'nodami yoki jumboqmi? Nega? Bu ma'noga to'g'ri kelmaydi. Qanday qilib biz hali maktabda o'qiymiz? 18 yoshdan turmush qursa bo'ladi. Yangi uyni allaqachon tayinlab qo'yganman. Nima? Yangi qurilgan. Uni sizlarning yangi uyingiz qilib qurdik. Qochishni umuman foydasi yo'q. Bo'lmasam endi yoshlarni yolg'iz qoldirib qolaylik. To'xtang buva, tashlab ketmang. Meni yolg'iz qoldirmang.